Yana bir kere assalomu alaykum. Zo'rtova telekanali Ertalabdan salom dasturi. Bugun 12-aprel 2025-yil bugun shanba. Bugun butun dunyoda kosmonavtika kuni nishonlanadi. Bizda esa mehmonlarimiz bor. Demak, O'zbek kosmos agentligi axborot xizmati rahbari Nodirbek Muqimov hamda O'zbek kosmos agentligi bo'lim boshlig'i Humoyun Rahmonov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bayram muborak bo'lsin. Tomoshabinlar bilan so'rasha olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Barchaga yana bir xayrli tong muborak bo'lsin. Bugun yuqorida aytib o'tganingizdek, barcha dunyoda, dunyoning barcha yerlarida, demakki o'sha aviatsiya, kosmos bilan bog'liq bo'lgan, muhandislik bilan bog'liq bo'lgan kasb egalarining bayramlari qaysidir ma'noda. Umuman 12-aprel dunyo sivilizatsiyasi tarixida ham juda ham muhim rol o'ynaydigan sana hisoblanadi. Sababi ilk bora bundan 64 yil avval, ya'ni 1961-yil 12-aprel sanasida inson bolasining qadami kosmosga yetib borgan va bu juda ham tarixiy voqea deb sanaladi. Umuman kosmosning o'rganilishi, o'zlashtirilishi ham mana shu voqeadan boshlangan, ya'ni o'sha insoniyatning kosmosni o'rganish erasining boshlanishi qaysidir ma'noda 20-asrning kashfiyoti deya ta'riflanadi. Bu o'sha barchamiz bilgan, siz yuqorida aytib o'tgan o'sha harbiy uchuvchi, afsonaviy demakki sayyoramizning birinchi kosmonavti Gagarin bilan bevosita bog'liq. Ular demakki o'sha ilk parvozni amalga oshirganlar va insoniyat hamda kosmos o'rtasidagi o'zaro uzviy bog'liqlik mana shu nuqtada boshlangan. Bugungi kunga kelib kosmos hayotimizni shu darajada o'zgartirib yubordiki, bugun har bir lahzada kosmik texnologiyalarni uchratish mumkin. Hayotimizning har bir jabhasida, bu aqlli uy bo'ladimi, aqlli shahar bo'ladimi, navigatsiya, aloqa tizimlari, biz ishlatadigan gadjetlardagi har bir funksiyalar ham bevosita bugungi kunda kosmos bilan bog'liq. Hayotimizning har bir yo'nalishiga kirib kelgan kosmos va yuqorida ham suhbatimiz davomida aytdik, bugun insoniyat umuman turmushida muhim demakki xomashyolardan biriga aylanayotgan jihozlar ham avvalo kosmosda tajribadan o'tkazilgan, ya'ni o'sha bolalar uchun tagliklar hisoblanadimi yoki o'sha yengil oyoq kiyimlar, krossovkalar qaysidir ma'noda yoki o'sha konserva idishdagi taomlar ham bevosita ilk bora fazogirlar uchun tayyorlangan, u yerda sinovdan o'tkazilgan va sekin-astalik bilan hayotimizga sanoatlashib ketgan. Kosmos bugun hayotimizning butun jabhasini egallab olgan va avvallari kosmos bilan shug'ullanish bu qaysidir davlatlar o'rtasidagi o'zaro tadqiqot, tajriba almashish yoki kosmik poygaga o'xshagan bo'lardi va oxirgi yillarga kelib bu tijoratlashib ketdiki, bugungi kunda kosmosda xususiy tarmoqning o'rni juda ham rivojlanib ketdi. O'shachi Marsga ketyapti-da, Oyga, albatta Marsga sayohat qilib albatta hozir kosmik sayohatlar ham hattoki yo'lga qo'yilgan. Avvallari o'sha kosmosga olib chiqiladigan yuklarning narxi juda ham baland bo'lardi. Hozir xususiy kompaniyalar ko'payayotganligi, axborot texnologiyalari, umuman kosmik texnologiyalar rivojlanayotganligi natijasida demakki o'sha olib chiqilayotgan yuklarning ham tan narxi biroz kamaymoqda va kosmos qaysidir ma'noda odamlar uchun ommalashyapti va muqobillashayapti. Biz bemalol ertaga bir necha 10 yillardan keyin shunchaki kosmosga sayohat uchun chiqib kelishimiz mumkin bo'ladi. Marsiga tushib chiqadigan deb. Albatta. Savol tug'ilib qoldi-da. Mana avvallar aytyapsiz, birinchi kosmosga uchgan Yuriy Gagarin, to'g'rimi? Necha yil davomida bitta raketa uchgan. Hozirgi paytda oydami, qancha yildami, qancha raketa uchiriladi kosmosga? Ha, avvallari o'sha umuman raketalarni, sun'iy yo'ldoshlarni raketa transportlari orqali koinotga olib chiqish bu juda ham katta demakki tajriba, ham sinovlarni o'tkazish va mablag' talab etilardi. Bunda bevosita davlatlar o'zlari buni moliyalashtirishardi. Umuman o'sha kosmik tadqiqotlar, ilmiy tadqiqotlar o'tkazilardi va bu qaysidir ma'noda juda ham katta missiya hisoblanardi. Bugungi kunga kelib esa o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, xususiy kompaniyalarning soni ortgandan keyin g'arb davlatlarida va boshqa davlatlarda kosmik agentliklarning rivojlanayotgani sari bugun o'sha yuzlab sun'iy yo'ldoshlar hattoki uchiriladi koinotga. Bugun koinotning o'zida 12 mingga yaqin sun'iy yo'ldoshlar mavjud va bu sun'iy yo'ldoshlar turli funksiyalarni bajaradi, ya'ni aloqa vositasida, telekommunikatsiya yo'nalishida yoki yerni masofadan zondlash yo'nalishida va har bir rivojlanayotgan davlat oldidagi eng katta maqsadlardan biri bu o'zining albatta sun'iy yo'ldoshiga ega bo'lish. U sun'iy yo'ldoshlar yerga qaytmaydi, to'g'rimi? Sun'iy yo'ldoshlarning o'zi yashovchanlik muddati bo'ladi, ya'ni o'sha 4-5 yil atrofida va 3 yil va 7 yil o'rtachasi 4-5 yil atrofida bo'ladi va ular o'z hayot siklini yashab bo'lgandan keyin orbitaga yo'naltiriladi va ozon qatlamimizda yonib ketadi. Yerga qaytib tushmasak. Yerga qaytib tushmaydi. Yerga qaytib tushmaydi. O'zi hozir tomoshabinlar, "Hey, to'xtalaring bolam, oldin
bizga ma'lumotni beringlar. O'zbek kosmos qachon tashkil bo'lgan o'zi? Olib berishadigan bo'lish. Qachon tashkil bo'lgan? O'zbek kosmos agentligi 2019-yil hurmatli prezidentimiz tomonidan takliflari bilan tashkil topgan. 2019-yilda farmoyishlari chiqqan bo'lsa, 2021-yildan 20-yilda oxiridan biz faoliyatimizni boshlaganmiz va hozirgi kunda O'zbek kosmos agentligi nima bilan shug'ullanadi degan ko'p savol bo'ladi. Biz bunga javoban O'zbek kosmos agentligi tomonidan biz tashkil topganimizdan keyin biz o'ylab chiqdik. Darrov O'zbekistonga o'zini sun'iy yo'ldoshi kerakmi? Chunki bilamiz, sun'iy yo'ldoshlar arzon turmaydi. Ular 50 ming 60 million dollar atrofida turadi bitta Sputnik. Bitta sun'iy yo'ldoshda davlatning manfaati uchun foydasi bormi? Buni o'ylab chiqdik. Bitta sun'iy yo'ldoshda davlatning manfaati uchun foydasi yo'q. Gruppa bo'lish kerak. Gruppa, kamida gruppa bo'lish kerak. Shuni tushunib olaylik. Keyin uchirdik deylik. Hammamiz qarshi cho'ganimizdan keyin nima qilinadi? Bozor bormi, yo'qmi? U sun'iy yo'ldoshda aytganimizdek yashash sikli bo'lgandan keyin u yashash sikli davomida biz sun'iy yo'ldoshda maksimal darajada foydalanishimiz kerak. Agar biz o'sha davrdayoq 2020-yillarda agar O'zbekiston sun'iy yo'ldoshini uchirganimizda bozor yo'q edi. Hali kadrlar salohiyati yetishib kelmagan edi. Hozirgi kunga kelib biz O'zbek kosmos agentligi tomonidan davlat monitoringini o'tkazamiz. Bu nima degani? Biz kosmos sohasidan, ya'ni Sputniklardan turib, davlatning iqtisodiyoti uchun juda muhim bo'lgan sohalarga biz analiz beramiz. Bu kadastr sohasi bo'ladimi, suv xo'jaligi sohasi bo'ladimi, geologiya, shu sohalarda barcha sohalarga biz kosmosdan turib analizlar beramiz va analitika beramiz. Ya'ni tasavvur qiling, yerlarda suv muammosi bor. Biz kosmosdan turib suratlar orqali qaysi yerlarga ko'p suv boryapti, qaysi yerlarga suv yetib bormayapti va uni qanday oldini olish mumkin degan savollarga biz javob bera olamiz. Demak, endi hozirgi kunga kelib O'zbek kosmos agentligi tomonidan biz oldin faqat bitiruvchilar bilan ishlagan bo'lsak, bitirib kelgan irrigatsiya, transport, Tatu universitetlaridan kelgan, Turin universitetlaridan kelgan talabalar bilan ishlagan bo'lsak, hozirgi kunda endi maktab bolalari bilan ishlashni boshladik. Ya'ni biz o'zimizga kerak bo'lgan kadrlarni maktabdan boshlab tayyorlashni boshladik. Ya'ni bu bizga nima beradi degan savolga bu kelajakda bizga muhandislarni beradi. Kosmos sohasida o'zini ko'ra olgan mutaxassislarni beradi bizga. Shu orqali biz o'z sun'iy yo'ldoshimizga ham ega bo'lamiz. Xudo xohlasa, qarang, endi hozir ko'pchilik qiziqtiradi. Xo'p, mana o'z kosmos agentligi bor ekan. Bizlar ham yana bitta kosmonavt chiqarmikan deb ko'pchilik qiziqadi. Qanaqa tayyorlanadi? Ya'ni nomzodlar bormi? Ularni o'qishga yuborasizlarmi? Bu savolga ham juda o'rinli savol bo'ldi. Juda ko'p berishadi bu savolda ham. Biz bu sohada hozir ishlaganimiz yo'q, nimagaligini tushuntirib beraman. Kosmonavt bo'lish qiyin emas. Hozirgi kunda 47 million dollar atrofida turadi kosmosga uchirish. Faqat tushundinglar, kosmonavtlar bu kasb emas. Bu olimlar, geologlar, biologlar va vrachlar bo'lishi mumkin va shunga o'xshagan olimlar tomonidan kosmosga uchib, kosmosda mikrogravitatsiya nimasida ispitaniyalar o'tkaziladi. Va bu ispitaniyalar orqali odamzod uchun, o'zini davlat uchun va manfaati uchun kerak bo'ladigan ispitaniyalar o'tkazishadi. Tajribalar o'tkazib kelishadi. Va bu hozirgi kunda biz O'zbek kosmos agentligi tomonidan bu yo'nalishda ishlangani yo'q. Chunki bizga hozir juda kerak emas bu. E'tibor tilang, hozir yuqorida ham turist bo'lib ham uchib kelishyapti. O'shaning uchun hozirgi kunda bizda O'zbekistonda kosmonavt tayyorlash shkolalari ham yo'q. Chunki bu ikkita juda katta maktablar bor. Bu Rossiyaniki va Amerikaniki va hozirgi Xitoydagi ham juda rivojlanib ketyapti va Yaponiyaniki ham bor. Bu maktablarda 3-4 oy atrofida tayyorlanadi va orbitaga uchiriladi. Uncha qiyin emas, prosta Nodirbek, mana sayohat uyushtirilganda, sayohatchini qandaydir parametrlar to'g'ri kelish kerakmi? Qon bosimi, nimalari bormi? Buni o'ziga yarasha bunga mumkin emas deganlari? Hozir yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha qilmoqchi edim. Tushuncha bor, ya'ni klassik kosmos degan.
klassik kosmos bu hamma tushungan kosmos. Sun'iy yo'ldosh, raketa, siz aytganingizdek o'sha kosmonavt, umuman shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar, lekin bugungi kunda aynan klassik kosmosga beriladigan kuch ko'proq dunyoda texnologik kosmosga berilyapti, ya'ni New Space yangi kosmosga. Hozir o'sha eng rivojlangan davlatlar, o'sha o'zining sun'iy yo'ldoshlar, raketalarga ega bo'lgan davlatlar ham hozir aynan raketa uchirishga qiziqishmayapti, ya'ni texnologiyaga qiziqishyapti. O'sha kosmosdan olingan suratlarni demakki o'sha mamlakat iqtisodiyotiga joriy qilish bo'yicha mana yuqorida aytib o'tganlaridek O'zbek kosmos agentligi ham aynan shu yo'nalishdan ketdi. Ya'ni nimaga o'zi birinchi kosmosga uchirmadik biza degan savolga to'g'ri bemalol uchirishimiz mumkin edi. O'zbekistonning hozir ham imkoniyati bor, ya'ni o'zining sun'iy yo'ldoshini uchirishga, lekin ko'proq texnologiyalarni joriy qilish orqali O'zbekiston iqtisodiyotiga avvalo foyda keltirish, ya'ni bozor yaratish. Mana hozir o'tgan 4-5 yil davomida O'zbekistonda bozor yaratildi. Hozir biz agarda O'zbekistonning sun'iy yo'ldoshini uchiradigan bo'lsak, biz hozir bilamizki, u ma'lumotlarni qayerga joriy qilishni, demakki nima maqsadda ishlatishni bilamiz. Endi siz savolingizga keladigan bo'lsak, ya'ni albatta agarda kosmonavt sifatida, fazogir sifatida uchiriladigan bo'lsa, o'sha yuqorida aytib o'tganlaridek, u olimlar avvalo tayyorlanadi. O'sha shunaqa markazlar bor, kosmonavtlarni tayyorlash markazlari. O'sha markazlarda bir necha oy davomida tayyorlanadi. O'sha o'zini belgilangan demakki kategoriyalari bor. O'sha vazni bo'ladimi, jismoniy harakatlari, umuman o'sha demakki o'sha qon bosimlari, umuman sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarga avval tayyorgarlik ko'riladi. O'sha simulyatsion demakki o'sha mashqlardan o'tkaziladi va shundan so'nggina demakki bu amaliyot bajariladi. 120 ga 80 qon bosim bu kosmonavtlarni qon bosimi. Shunaqa deyiladi albatta. Aynan hozir aytib o'tganingizdek, o'sha uchirilayotgan sun'iy yo'ldosh vatan manfaati uchun bo'lish kerak-da. Hamma bundan manfaat ko'rish kerak, shunchaki bo'lish kerak emas. Sababi bu amaliyotlar bevosita O'zbekiston davlati demakki xalq pulidan qo'pol qilib aytganda odamlar cho'ntagidan, davlat budjetidan amalga oshiriladi va biz barchaning oldida mas'ulimiz. Ertaga u sun'iy yo'ldoshni uchirib juda ham zo'r voqelik bo'lib, hamma yoqda O'zbekiston haqida gapirib, ertasi kuni biz nima qilishimizni bilmaganimizdan ko'ra avval O'zbek kosmos agentligi mana shu bozorni yaratishga harakat qildi O'zbekistonda. Va mana endi hozir biz mana shu investitsiyani amalga oshirsak, ya'ni sun'iy yo'ldosh uchirsak, endi bizga manfaatliroq bo'ladi. Tushunarli. Hozir большое за такую потрясающую информацию. На самом деле еще раз хочется поздравить вас с праздником и подарить какую-нибудь prekrasную композицию. Albatta, Shukrullo Salimoyevdan har holda kosmos haqida bo'lmasa ham bitta qo'shiq eshitamiz, yana suhbat davom ettiramiz. Marhamat. Ko'zlarim ketdi qunab, ochildi gul chamanda, dilim yayraydi qunab, sevib qoldim chamanda. Ko'zlarim ketdi qunab, ochildi gul chamanda, dilim yayraydi qunab, sevib qoldim chamanda. Majnunga o'xshab holim, telba bo'ldi ahvolim, bir ko'rdim u hiyolim, sevib qoldim chamanda. Majnunga o'xshab holim, telba bo'ldi ahvolim, bir ko'rdim u hiyolim, sevib qoldim chamanda. Bunday hislar bo'lmagan oldinlari hech menda, oshiq Farhodga o'xshab sevib qoldim chamanda. Bunday hislar bo'lmagan oldinlari hech menda, oshiq Farhodga o'xshab sevib qoldim chamanda.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ajdar, dasturimiz davom etadi. Bizning mehmonlarimiz O'zbek Kosmosdan tashrif buyurgan, agentlikdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz, savollarimiz bisyor va Karinaxon boytanari savol beraman turdilarda to'xtab qoldi. Karinaxon, savolingiz bo'lsa? Ha, albatta bor savolim, juda ko'p. Juda ko'p. Вот мы буквально недавно говорили о том, что первый луноход в 70-м году вступил на Луну. И я знаю, что Луна в 76-м году запустили межпланетную станцию, которая приземлилась на Луну, называлась Луна-24, и Узбекистан принимал в этом участие. Правильно? Bu haqida ozgina gapirib o'tadigan bo'lsak, Luna 24 proyektida O'zbekiston Respublikasi hududida Parkent tumanida Nevich stansiyasi bor. U stansiyada aynan shu Luna 24 da qismlari ishlab chiqarilgan va bizni Toshkent tomonidan va O'zbekiston Respublikasidan olimlarimiz qatnashgan. Va o'sha Luna 24 proyekti bo'yicha 170 gram insoniyat uchun yana bir oyni grunt olib kelingan. Mana hozir o'sha oy sathida olingan tuproq hozir qayerda? Masalan, ko'pchilik farzandlarini biron bir muzeyga olib bormoqchi bo'lsa, hozir mana kosmos to'g'risida gaplashyapmiz-da. Bizlarda kosmonavtlar muzeyi bormikan, kosmos muzeyi deb qiziqayotganlar bor. Qayerga borishligi mumkin, qayerda ko'rishligi mumkin shu narsalarni? Aynan shu aytib o'tdilar, Luna 24 loyihasi bo'yicha ham bizda Toshkentda aloqa tarixi muzeyi bor. Aynan o'sha yerda O'zbek kosmos agentligini shu Luna 24 bilan bog'liq eksponati bor va Luna 24 mashinasini bu burg'ulash apparati. O'shani prototipi ham joylashgan. U yerga hamma yoshlarimiz va ota-onalar o'z yoshlari bilan bepulga borishlari mumkin. Tuproq ham bor o'sha yerda. Bepul. Tuproq yo'q. Tuproqda men tushuntirib beraman nimaga yo'qligini. Chunki butun insoniyat tarixi bo'yicha yerga yetib kelgan menimcha taxminan 400 kilogramga yaqin oy grunti bor. Bundan juda katta qismi Yevropa davlatlarida, Rossiya, Xitoy va Amerika davlatlarida joylashgan hozirgacha. Bu oyni gruntini berish haligi nima deydi? Biz agar tadqiqot qilishni xohlasak, o'shanda ular berishi mumkin. Chunki oy butun insoniyatniki. Lekin hozirgi kunda juda kam qolgan va u muzeylarda saqlanadi. Lekin O'zbekiston Respublikasida yo'q oyna grunti. Endi aziz mehmonlar, ikkaloyingizga savol bor. O'zbek kosmik agentligida hozirgi paytda qanday ishlar olib borilyapti, qanday izlanishlar olib borilyapti, qanday yangiliklar ustida ishlayapsizlar? O'zbek kosmos agentligi tomonidan yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasining sun'iy yo'ldoshini ishlab chiqish masalasi. Bu masalaga keladigan bo'lsak, biz agentlik tomonidan o'ylab chiqib, shu ta'lim tomonidan olib borishga kelishdik. Ya'ni bu biz mana hozirgi kunda ham bizni ariza topshirish ochiq. Bu Kyushu universiteti, Yaponiya universiteti bilan hamkorlikda qilinayotgan loyiha. Ya'ni tasavvur qiling, Yaponiyada 2 yil davomida O'zbekiston Respublikasining sun'iy yo'ldoshi ishlab chiqiladi va orbitaga uchiriladi. 7 kishilik komanda bo'ladi. Bu Kyushu instituti biz o'ylayotgan universitetlarga o'xshamaydi. Faqat davlatlar bilan ishlaydi xolos. Ya'ni davlatlar bilan kontrakt asosida ishlab, ularni komandalarini tarbiyalab beruvchi institutlardan biri. Hozirgi kunda ham O'zbek kosmos agentligi tomonidan arizalar qabul qilinyapti. Hozir bunda juda ko'p yoshlarimiz qatnashyapti, bitiruvchi talabalarimiz, ya'ni magistraturaga jo'natiladi. 2 yil davomida va ular 2 yildan qaytib kelgandan so'ng O'zbekiston Respublikasi milliy gruppa sun'iy yo'ldoshlarini uchirishga bel bog'lashadi. Bu sun'iy yo'ldosh qachon uchiriladi endi shunda Humoyun? Bu Kyushu instituti tomonidan 2 yil davomida ishlab chiqilib, 2 yil davomida orbitaga uchiriladi. Va 2027-2028 yillar va ular qaytib kelgandan keyin u ishlarini to'xtatishmaydi. O'zbekiston Respublikasi hududida turib, O'zbekiston milliy gruppasini uchirishga tayyorlanishadi. Mana agentlik ishga qabul qilish kriteriyasi qanaqa? Masalan, aloqachi emas-u yoki boshqa emas, lekin o'sha kosmos to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'ladi-yu shunaqa insonlar, shunaqa bolalar, yigitlar. Ularni ham ishga olasizlarmi? Qiziqish dahshat bo'lsa. Bunga
Menimcha Nodir akam javob bersalar yaxshiroq bo'ladi. Bugungi kunda o'zi O'zbek kosmos agentligida agarda biz taklif etamiz barcha jamoani O'zbek kosmos agentligiga tashrif buyursangiz 90% xodimlar bu yoshlar. Ya'ni biz ko'proq yangi texnologiyalar bilan ishlaganimiz uchun yoshlarni jalb qilamiz va albatta u yerda ko'ngilli, umuman shu kosmik tadqiqotlar, muhandislikka qiziqqan yoshlar juda ham ko'p. Lekin albatta o'zini talablari ham bor. Bizga o'sha ko'proq axborot texnologiyalari sohasida ma'lum bir yo'nalishda o'zining mutaxassisligiga yoki tajribasiga ega bo'lgan. Shu bilan birgalikda bugungi kunda o'sha sun'iy intellekt texnologiyasi dasturi juda ham rivojlanyapti. Aynan o'sha sun'iy intellekt dasturida ham malakali bo'lgan xodimlarni hozir ishga jalb qilyapmiz. Agarda shunday yoshlar bo'lsa, albatta biz suhbatlashib, suhbat asosida ishga jalb qilishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tdilar, ya'ni o'sha sun'iy yo'ldosh tayyorlash bo'yicha bu O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda tarixiy voqea. Prezidentimiz ta'bir bilan aytganlarida, ortga qaytmas islohotlar deydi-ku, endi bu islohotlar ortga qaytmaydi, faqat oldinga qarab ketadi va hozir kosmos yo'nalishida ham O'zbekiston ayni yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha faqatgina oldinga qarab yuryapti va mana shu Kyushu instituti bilan imzolangan umuman kelishuv ham bevosita tarixiy qarorlardan biri bo'ldi. Ya'ni o'sha bizga ko'p savol berishadi, qachon O'zbekistonning o'zini sun'iy yo'ldoshi bo'ladi boshqa. Mana shu sun'iy yo'lda O'zbekistonning o'sha sun'iy yo'ldoshiga, o'zining sun'iy yo'ldoshiga qo'yilgan ilk qadam. Ya'ni o'sha yoshlar o'zlari borib, o'sha yerda tajribali professorlar bilan birgalikda O'zbekistonning sun'iy yo'ldoshini yaratishadi va u orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Mana vaqt juda ham kam qolyapti. Bu sizlarning sohangizga ham doir savol. Qanchalik haqiqat, qanchalik haqiqat emas? Uchar likopchalar. Bor narsami? Har Bor narsami? Aytishadi-yu, bez kommentariyev deb. No comment. Chunki biz bilamiz o'sha bolalikdan o'sha o'qiganmiz, oldin Sharq yulduz degan jurnal bo'lardi. O'shanda har sonda albatta uchar likopchalar to'g'risida chiqardi. Bizning tarix o'qituvchimiz rahmatli Qudratulla aka o'qib berardilar. O'zimiz ham qiziqib o'qirdik. Aynan o'sha uchar likopchalar, o'zga sayralik odamlar, uning ustiga filmlar juda ham ko'p edi. Mazza qilib tomosha qilardik. Va aytmoqchi bo'lganim, qanchalar bu ilmiy asosga ega yoki yo'q deb so'ramoqchi edik. Endi aynan ilmiy asosga ega ekanligi haqida qandaydir ma'lum aniq bir dalil yo'q, lekin afsonalar ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Lekin baribir o'sha shu davrda, ya'ni o'sha siz aytib o'tgan davrlarda balki ayni shu yo'nalishga yoshlarni, umuman insoniyatni qiziqtirish uchun qilingan qandaydir bir loyihalar bo'lishi ham mumkin, balki bu real bo'lishi ham mumkin. Hozir aniq bir javobni aytish juda ham qiyin, lekin sir saqlanar ekan. Hozir afsonalar o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi degandan ma'lum, deymi Muzaffar? Sizlarga tashrif uchun rahmat demoqchimiz. Yurtdoshlarga niyatinglar bo'lsa, ikki og'iz niyat bildirib olsanglar. Yoshlarimizga va ularning ota-onalariga bir iltimosimiz bor. Yoshlarimiz texnologiyalarga qiziqqan, muhandislik sohalariga qiziqqan yoshlarimizga bir xabar desak mubolag'a bo'lmaydi. Texnologiyalardan qaytmang. Hozirgi kunga kelib kosmos sohasi rivojlanib kelyapti. Va 200 yildan keyin, 100 yildan keyin O'zbekiston o'zini kosmosdagi yo'nalishini sizlar yordamida yo'lga qo'yadi va davlatimiz manfaati va iqtisodiyoti uchun sizlar juda katta dalda bo'lasizlar degan umiddaman. Rahmat. Shu o'rinda fikrlarni davom ettirib qo'ymoqchi edim. Aynan ota-onalarga yana bir murojaat. Agarda farzandingizni texnologiyaga, aniq fanlarga bo'lgan qiziqishi bo'lsa, albatta uni rivojlantirish kerak. Sababi o'sha aytganlaridek, bu davr, bu asr faqatgina texnika va texnologiyalar bilan bog'liq. Ertaga O'zbekiston albatta o'zining mana shunaqa katta yirik loyihalarni amalga oshirganda o'zimizning kadrlar bo'lishi biz uchun juda ham muhim. Rahmat. Rahmat. Tashrif uchun tashakkur. Azizlar, Zo'r TV telekanalida odatdagidek hozir reklama, keyin qaytamiz.